Toshkentda uka mulk nizosi tufayli akasi va yangasining qotiliga aylandi. U qotillikni o'ta vahshiylik bilan amalga oshirgan. Ya'ni akasining murdasini tahqirlagan holda bo'laklarga bo'lib Qoraqamish kanaliga tashlab yuborgan. So'ngra jinoyatni yashirish maqsadida akasining homilador turmush o'rtog'ini bo'g'ib o'ldirgan. Bugun 10-aprel jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida ushbu qotilga nisbatan sud hukmi o'qiladi. Ma'lum bo'lishicha, 24 yoshli sudlanuvchi marhum akasi bilan xonadon masalasida nizolashgan. Marhum aka nizoni hal qilish maqsadida ukasi bilan gaplashib olishga kelishgan. Ular 2024-yil 10-oktyabr kuni sudlanuvchining nomida bo'lgan, ammo akasining qarshiligi tufayli yashay olmayotgan xonadonda ko'rishgan. Suhbat davomida sudlanuvchi akasi o'zining Yunusoboddagi uyini ijaraga berib, oilasi bilan ushbu xonadonga ko'chib kelishini tushungan. Bundan tashqari, marhum sudlanuvchining o'gay singlisini haqoratlagan. Shundan so'ng yigit o'ch olish va mulkini saqlab qolish uchun gantel bilan akasining bosh qismiga bir necha marotaba urib, uni o'ldirgan. So'ngra marhumning bozor qiymati 2 million so'm bo'lgan telefonini hamda Yunusoboddagi uy kalitini olib, hodisa joyidan ketgan. Qotil yangasi bu voqeadan xabar topmasidan oldin uni ham o'ldirishga kirishgan. Shu kuni soat 22:00 larda Yunusobod tumani markaz 5-dahasida marhum yashab kelgan xonadonga borib, yangasining yuziga bir necha marotaba urib, hushidan ketkazgan va qo'l oyog'ini bog'lab, bo'g'ib o'ldirgan. Qotil marhumaning 5 oylik homilasiga ham qaramagan. Shundan keyin u yangasining telefoni va uydagi televizorni olgan. Xonadonni tashqaridan qulflab, voqea joyidan yashiringan. Qotil uka oradan 4 kun o'tib, ya'ni 14-oktyabr kuni tungi soat 2:30 larda akasining jasadi qolgan Olmazor tumanidagi xonadonga kelgan. Hatto qo'limga pichoq tushib qoldi, keyin akamlarning tos qismlarini ikkita oyoqlarini bo'lib tashladim. O'zimga kelyapman, zal bilan spaniy o'rtada oshxona bo'ladigan bo'lsa, zal bilan spaniyga kirib, u yoqdan bu yoqqa kirib chiqib yuribman. Nima qidirayotganimni bilmadim, lekin qidiryapman, nima qidirayotganimni bilmay qoldim. Keyin bitta qo'limga qaryapman sochiq, bitta qo'limga qaryapman pichoq. Kelib turib oshxonaga qarasam, o'sha oyoqlarni bo'lib qo'ygan ekanman o'sha. Men qo'rqib ketdim, keyin chiqib ketdim, keyin yuz qo'limga. Keyin nima qilib qo'ydimdan boshqa qildi. Keyin qo'rqib ketdim endi. Keyin nima qilishni bilmadim, ichki ishlarga ham yetishni bilmadim, qo'rqdim. Keyin yo'qotmoqchi bo'ldim-da, keyin qora paketga solib turib, streshlab Qoraqamishda kanalga tashladim, Qichqirov kanaliga. Mazkur sud ishi davomida sudlanuvchining advokati va davlat ayblovchisiga muzokara so'zi berildi. Yuqoridagilarga ko'ra, Rahimjonov Abdullo Ravshan o'g'lini jamiyat uchun xavfli shaxs deb hisoblashga barcha asoslarimiz mavjud deb hisoblayman. Hurmatli sud, bayon etilganlarini inobatga olib, sizdan sudlanuvchi Rahimjonov Abdullo Ravshan o'g'lini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B va J IOR bandlari 134-moddasi va 169-moddasi 3-qismi A bandi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topishingizni, unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B va J IOR bandlari bilan umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashingizni, unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 134-moddasi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashingizni, unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashingizni, tayinlangan jazolarni yengilini og'iri bilan qoplab, Jinoyat kodeksining 59-moddasi 4-qismi qoidasiga muvofiq Rahimjonov Abdullo Ravshan o'g'liga uzil-kesil ravishda umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashingizni, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 50-moddasiga muvofiq jazoni maxsus tartibli koloniyalarda o'tattirishni hukm e'lon qilingandan so'ng Rahimjonov Abdullo Ravshan o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 473-moddasi 4-qismida nazarda tutilgan afv to'g'risidagi iltimosnoma bilan murojaat qilish huquqi va muddatlarini tushuntirishingizni, jinoyat ishi bo'yicha ashyoviy dalillar masalasini tegishli tartibda hal qilib, jabrlanuvchilarga yetkazilgan boshqa moddiy va ma'naviy zararlar yuzasidan fuqarolik huquqiy tartibda fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqini tushuntirishni so'rayman. Jabrlanuvchilarning o'limiga sabab bo'lgan janjal qo'zg'atuvchisining aslida jabrlanuvchi Rahimjonov Dostonning o'zi bo'lgan. Sudlanuvchi bilan ko'rishgan kunda jabrlanuvchi uning oshpazlik kasbini tanqidga olgan, vafot etgan onasi va qaramog'idagi singlisini yengiltak ayollar deb haqoratlagan. Singlisi Ziyodani o'zi bilan birga jazo o'tagan Davron ismli shaxsga
telefon raqamini berganligini va singlisi ushbu shaxs bilan shu kuni ketganligini aytib haqoratlagan. Sudlanuvchi Rahimjonov Abdulloh singlisi Ziyoda yengiltak emasligini aytib, xonadondan chiqib ketmoqchi bo'lganida jabrlanuvchining o'zi sudlanuvchi Rahimjonov Abdullohning boshining orqa tomoniga kuchli zarb bilan urgan va bo'yin qismidan bo'g'ib sudlanuvchiga tan jarohati yetkaza boshlagan. Natijada sudlanuvchi o'zini o'zi himoyalash pozitsiyasiga o'tgan. Sudlanuvchi esa aybiga iqrorlik bildirib, oxirgi so'zini aytdi. Qo'ldan kelgancha imkoniyat boricha kechirishinglarni. Mahkumlarning oila a'zosidan kechirishlikni qilgan ishimdan ming pushaymonligimni. Sudya Alisher Turg'unov tomonlarni eshitib, sudlanuvchiga hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B va OR bandlari, 169-moddasi 3-qismining A bandi va 134-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B va OR bandlari bilan 21 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismining A bandi bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 134-moddasi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil o'tash uchun 24 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilansin. Jazoni 4 yil turmaga qamash tariqasida tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 16 oktyabr 2024-yildan boshlab hisoblansin. Sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi o'zgarishsiz qoldirilsin.